Samarqandda mahkum shifoxonaga ketishda vafot etdi. Joriy yilning 21 fevral kuni soat 17:35larda Kattaqo'rg'on tumani 7-sonli tergov hibsxonasida saqlanayotgan 1991 yilda tug'ilgan fuqaro H.Q. sog'lig'i yomonlashganligi sababli Kattaqo'rg'on shahar tibbiyot birlashmasiga olib borish vaqtida shu kuni soat 18:00larda vafot etgan. Ushbu fuqaroga Kattaqo'rg'on tumani prokuraturasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi 3-qismi V bandi va 28-211-moddasi 1-qismi bilan ayblanib qamoqqa olingan. Birlamchi sud tibbiyot tashxisiga ko'ra marhumning vafoti 2-tip qandli diabetning og'ir asoratlari natijasida yuzaga kelgan. Badanida hech qanday jarohat izlari aniqlanmagan. Ma'lumot o'rnida 2026 yilning 18 fevral kuni ayblanuvchi H.Q. kasalligi sababli Kattaqo'rg'on shahar tibbiyot birlashmasiga olib chiqilib, akasi H.H.ga xabar qilingan va ularga shifoxonada qo'shimcha ravishda uchrashuv tashkil etilgan. Ayblanuvchi H.H. kerakli muolajalardan so'ng 2026 yil 20 fevral kuni Kattaqo'rg'on shahar tibbiyot birlashmasi shifokorlarining xulosasiga asosan sog'lig'i qoniqarli bo'lganligi sababli hibsxonaga qaytarilgan. Ichki ishlar vaziri matbuot kotibining ma'lum qilishicha, hozirda mazkur holat prokuratura organlari tomonidan o'rganilmoqda.